Bizning vaqtimizda andisha degan narsa birinchi o'rinda turardi. Ko'chada birorta oqsoqol kelayotgan bo'lsa, o'yinimizni to'xtatuv, qo'limizni ko'ksimizga qo'yib salom berardik. Otamiz o'tirgan xonaga ruxsatsiz kirmasdik. Gapirayotganlarida gapini bo'lish go'yo katta bir gunohdek tuyulardi. Uyat degan pardamiz qalin edi. Kattalar bor joyda baland ovozda kulishni o'zimizga ep ko'rmasdik. Hozirgi yoshlar pahlavon, bilimli, dunyoni tushunadi, lekin ba'zida shu odob masalasida ozgina shoshilib qolishyaptimi deyman. Bolam, ilm, fan yaxshi, zamonaviylik ham kerak, lekin insonni inson qiladigan narsa uning tarbiyasi va hayosi. O'zidan kattani hurmat qilmagan, o'zidan kichikka izzat ko'rsatmagan odamning ilmidan baraka o'chadi. Yoshlarga aytar gapim, tilingizga, ko'zingizga va qadamingizga ehtiyot